Va nihoyat juda uzoq kutilgan oylarning sultoni bo'lmish Ramazon oyi ham kirib keldi. Aynan shuning munosabati bilan bugun sizlarga mega sochniy shokoladli pirog retseptini qoldiraman. Ishimizni birinchi bo'lib yumshoq sariyog' bilan shakarni aralashtirib olishdan boshlaymiz. So'ng 3 ta tuxumni ham qo'shib olgach, ketidan barcha quruq mahsulotlarni ham qo'shib aralashtirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu biskvitga mikserning ham hojati yo'q. Aytgancha, eng oxirida sut qo'shishni ham unutmaymiz. Tayyor bo'lgan massamizni sariyog' surtilgan qolipga quyib, oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkamizga yarim soatga yuboramiz. Chiqqan biskvitni qaynoqligidayoq ustidan sut quyib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi biskvit soviguncha ikkinchi propitkani tayyorlab olamiz. Barcha qo'shgan mahsulotlarimni opisaniyada yozib qoldirganman. Yaxshilab sovigan pirogni ustidan shokoladli propitkani ham quyib olgach, tabga ko'ra ustini qaymoqli krem va kakao bilan bezatib olamiz. Shuni aniq ishontirib aytolimanki, bunaqangi sochniy shokoladli pirogga hali hech qatda yemagansiz. Albatta, iftorlikka tayyorlab ko'ring.